erkak kishini omadi bilan o'ynashma. Ha, oting oldi, sigaret chekma. Banana. Ustoz, shuncha isqir tishlar qilsak ham hech qo'lga tushmadik-a? Ya qoravoy, bir gap unutmang. Yo tarix yozamiz, yo tarixga aylanamiz. Aqala, Damas'ni tuzatib beringlar. Yo. Opali reper keldi-yu. O'zi isqir ustasiz, tag'in pul yo'q olasiz, ustoz. Ye repermisan, qani bitta yengsan bo'lsin-chi? Ustalar yaramas, to'pimni pas, Damas tuzatish sonlaga emas. Yo. Ha, endi oshirib yubordik. Bo'pti, nimasini tuzatish kerak. Shu Damas zadniy mo'sti g'ullab ketyapti, 50 dan o'tgandan keyin shuni almashtirib bering. Ha, bo'ldi 3 million bo'ladi. Ye, undan ko'ra g'ullatib yuraveram, ha? O reper, Einstein magazin bo'lib qo'ya, bilasanmi? Yo'q. O Damas haydaganda zadning o'zi g'o'llab urib, miyasigacha berib tashigan. Ha, keyin jinni bo'lib qo'ya. Mayli, manikini almashtirib bering unda. Ha, bo'ldi. Bo'lmasa sen borib choy poy ichib turgin, keyin chaqiramiz. Ustoz zatni mo'sti ichiymi? Jinnimiz, ha? Ha, ustozimni bir apilka usuli bo'lardi. Ha, shu apilkani zadning o'ziga solib qo'yamiz. Ha, moy bilan aralashib quyulashadimi? Ha, keyin hech qanaqa g'o'ng'ilagan ovoz chiqmaydi. Kamida 5 yil yuradi. Ustoz, mana shu isqir usta bo'lmasdan oldin kim bo'lishni xohlagansiz? Ah, yoshligimda tergovchi bo'lmoqchi edim. Mashinik qalloblarni dog'dini bermoqchi edim. Sizmi? Siz tergovchi bo'lasizmi? Yo'q, hali ham qalbimda bitta tergovchi uxlayotibdi. Lekin birga uyg'onadi. Bo'lgan bo'lsanglar, radiatorni teshilib qoldi. Shundan shuni yamattirib keling. O reper, sen chalusni ko'ryapsanmi? Ha, Kussoni kemasini ko'rganmiz? Ha? Ha, o'shani radiatorni biz yemaganmiz. Ha, pulni begona qilmaqasa, o'zimiz qilib beramiz. Baribir. Ustoz, radiatorni yechiymi? Jinnimiz apilkani olib kel. Mana apilka. Apilkani shundan radiatorga solamiz-da, apilkada teshiklarni yopib qo'yadimi? Ha, suv oqmaydi. Ha, bizda aldo yo'q. Mendan nech pul bo'ldi ustalar? Yo'q. 3,5 million bo'ldi. Ada, bormaylar ustalar. Ya, mashina ichida odam bormidi? Kim bu? Adamlar? Qachondan beri o'tiribsiz? Einstein paytdan beri o'tiribman. Oboza balku. Ustoz, qo'lga tushdi-ku, endi nima qilamiz? Haligi maqola esingdamidi? Endi tarix yozamizmi? Yo'q. Endi tarixga aylanamiz.